Assalomu marhamat chorva kanali obunachilari, hurmatli sigir chorva ishqibozlari, aka-uka ishqibozlar, bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Dehqonobod qishlog'idan sotiladigan bo'g'oz sigirlarimiz bor, shularni obzor qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rishdan oldin ekranga 2 marta to'g'ri bittadan like tugmasini bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirasizlar. Xudo xolisa qadrdonlar, bugun sizlarga o'ta o'zgacha manfaatli qulay narxlardagi sigirlarni chiqaramiz. Qadrdonlar, xudo xolasa biz YouTube qo'lga oldik desak ham bo'lalarni narx sindirish bo'yicha bugun yororamiz. Mana bu tapalar mollarni qaranglar, jigarlari o'zgachalaridan olib kelib qo'ydik. Oydo deydiganlar, mana qonunda igiz bormi deb o'ylaysizlar? Qarang, oho. Qadrdonlar, xudo xolasa xijolat qilmaydigan chiroyli molxonada mollar ko'ryapsizlar. Barvoshdan sizlarga narx-navosini ko'rsatib, aytib o'tib ketamiz. Qadrdonlar, bugungalikka sizlarga xudo xolasa maydalab chiqaraylik. 4 donadan chiqaraylik. Qadrdonlar, sizga bitta yaqin bo'g'oz, bitta kechkiroq bo'g'ozimiz hamda 2 dona novosimiz bor. Olaman siz bitta manaqa xudo xolasa yetim g'unajinimiz bor. Buni ham narxi o'ta yengil bo'ladi. Bittadan like bosib, obuna bo'lib kuzatayotganlar, obuna bo'laverasizlar. Xudo xolasa qadrdonlar, biz novoslardan boshladik. Qadrdonlar, shved novosimiz kuretish buzmagan ferma, uruqqa olaman siz ham bo'laveradi. Hali bo'zecha bu ko'ryapsiz. Hali bu kelajagi oldinda, butun umri xudo xolasa oldinda. Mana qadrdonlar, shved paroda so'ragan obunachilarimizga molimizning narxi 28 million so'm demaymiz, 26,5 million so'm, ozgina kami bor, dastavkasini qilib beramiz. Qadrdonlar, xudo xolasa bittadan like bosib tursanglar bo'ldi. Molni o'zingizlar ko'ribsizlar, pastda nomerlar qoldiramiz. Keyingi molimiz qadrdonlar Mickey Mouse paroda so'ragan obunachilarimizga. Ma. Buni voydo jigar, buni qarang. O'ta udar variantidan so'radingizmi jigarim? Bittadan like bosasiz. Molni ko'ryapsiz, injig'ini topib qo'ydim. Xudo xolasa Mickey Mouse'ning shoxli variantidan sizga bitta yemga tayyorini topib qo'ydim. Bozorda kami 26 million teva sotilayotgan novosimizni biz jigar sizga 25 million so'mga uyingizgacha olib borib beramiz. Yana kelishsiz kami ham bor. Kami g'ij-bij aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 2 dona novos, endi navbat 2 ta bo'g'ozimizga. Narx sindiraman dedimmi? Narx xudo xolasa bomba bo'ladi dedimmi? Mana qadrdonlar, mana molni o'ta tapalaqligini igiz tug'anim jonivor, belida tuxum turadigan bo'lib ketganda bu. Mashalloh deb tutamlarga yelin so'qib qoldi molimiz, 10 kun ag'baqligi qoldi. Xudo xolasa xijolat qilmaydi. Orqa oldi keyin. Tishi bosmagan, 8 ta lapatki bo'lib yotibdi. Uyingizga boradi, 10 kun baqasiz tug'ib beradi. Xudo xolasa qadrdonim zo'r mol bo'ladi, rasa yetilgan maromiga kelgan mol. Kelajagi oldinda bu molimizni ham xudo xolasa qadrdonim, molimiz uji to'lovda, bittadan like bosib turaverasiz. Molimizning narxini 40 million so'm, 38 million so'm, 36 million so'm demaymiz. Jigarim 35 million so'm kami bor, sunnatiga yana o'tib beramiz. Dastavka vodiy bo'ylab besplatni. 8,5 oylik bo'g'oz xudo xolasa jigarim, molni qarang, o'yinchoq talamas ekan, o'ta yuvosh ekan. Dehqondan oldingizmi, olib sotordan oldingizmi, bir xil bo'lyapti qadrdonim mana. Jigarim, nima deyapti mol xudo xolasa? Sizga yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasiz, keyingi molni ko'rsataman mana. Qadrlar, bularimiz qisir ekanda, bularimiz qisir ekan. Bu yerda bitta yana bitta tapalaq chiroyli bo'lmagan g'unajinimiz bor. Yishini qarang jigar. Voydot. Oma oq quloq, oq tumshuq, oq yelinni qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Yelinni qarang, o'yinchoq tanlamaydi bu mol bor-ku. O'zi narxini sog'ish kerak kitobni. Bu tutamlarni qarang jigar. Bu birinchi tug'ishiga maynaqa yelin solib bersa, ertaga butun kelajagi oldinda ekanda jigarim. Xo'p. Qadrdonim 25 million so'm demayman, 24 million so'm ham demayman. 23 million mayli bor anasiga 22 million so'm kami bor, dastavka vodiy bo'ylab besplatni 3,5 oylik. Xohlasangiz tekshirtirib olasiz, xohlasangiz doktoringiz bilan kelasiz. Molimiz xudo xolasa naq bo'g'oz, qulog'ida isirg'alari, og'zida zivachkalari, oq quloq, oq tumshuq bo'ladi. Xudo xolasa xijolat qilmaydi molimiz. Bittadan like bosib turasizlar. Bitta jackpotga jigar sizga g'unajinchamiz bor. Bozorda 12,5-13lik g'unajin. Jigarim talg'ir variantidan, sut ko'p beradigan variantdan sizga topib qo'ydim. G'unajinchamizni narxi xudo xolasa 12 million so'm kami bor, dastavka vodiy bo'ylab besplatni aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham bitta mol bo'ladi-da qadrdonim, xudo xolasa hali yosh. Mana shu mollarni qaysidir molni bolasi
O'zi mollar xudo xolasa hammasi sifatli, hammasi cho'ntiq va hammasi dehqonman mana. Ko'ryapsiz-ku qadrdonim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.